Tarixning sirli xilqatlarini o'zida mujassam etgan ko'zgu hisoblangan muzeylar, qadimiy qadamjolar mavjud urf-odatlar, an'analar va qadimiy yodgorliklarni o'rganishga va saqlashda muhim ahamiyatga ega. Bu maskanlar jamiyatning madaniy merosi, tarixi va bilimlarini kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Turli xil eksponatlar, tarixiy buyumlar, san'at asarlari, tabiiy boyliklar, ilmiy topilmalarning barchasi xalqning o'tmishidan darak beradi. Bugungi kunda Navoiy viloyatida ham 437 ta moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari mavjud bo'lib, shundan 70 tasi arxitektura, 340 tasi arxeologiya, 22 tasi monumental san'at yodgorliklari, 5 tasi diqqatga sazovor joylardir. Keyingi yillarda ularni ta'mirlash, asl holicha saqlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi 1992-yil 30-yanvarda viloyat tarixiy o'lkashunoslik muzeyi nomi bilan tashkil etilgan. Mazkur muzeyning Karmana, Navbahor, Nurota va Qiziltepa tumanlarida filiallari mavjud bo'lib, ularda 28 mingga yaqin muzey ashyolari va ko'rgazmalar tashkil etilgan. Mazkur muhtasham majmuada saqlanayotgan eksponatlar ajdodlarimizning ulkan salohiyatidan so'zlaydi. Navoiy viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyi asosan 1992-yilda tashkil topgan bo'lib, bugungi kungacha o'z faoliyatini olib kelyapti. Vaholanki, viloyat muzeyi ikkita hududda. Biri Karmana tumanidagi Sadoqat ko'chasida, ikkinchisi esa Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida o'z faoliyatini olib kelyapti. Muzeylarimizni bugungi kunda o'rni beqiyos. Chunki ular nafaqat yosh bolalarimizni, yosh kelajak avlodni, balki yosh ulug'larimizni, otajonlarimiz, onajonlarimizni ham muzeyda saqlanayotgan ashyolarga, eksponatlarga qiziqishi ortishi bilan baholanib bormoqda. Mana bu Karmana tumanidagi muzeyimizda 8 ta zallarimiz mavjud bo'lib, 10 ta bo'limimizdagi eksponatlar jamlanmasi jo bo'lgan. Birinchi turgan mana bu zalimiz tasviriy san'at zali deb ataladi. Tasviriy san'at zalimizda Navoiy viloyatidagi usta mohir rassomlarimizdan ko'rib turganingizdek Muhammadov Ulug'bek akani ishlaridan namunalar qo'yganmiz. Mana suratlarda ham o'sha millatning tarixi, o'sha xalqimizning urf-odatlari o'zini aksini topgan bevosita. U kishi xuddi aytib o'tganingizdek, O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zosi, rassomimiz. Har bitta tasviriy san'at asariga ahamiyat berib qarasangiz, o'zimizni, milliyligimizni uyg'unlashtirishga harakat qilganlar. Loysuvoqli devorlar, oddiy yog'ochdan ishlangan eshiklar, hattoki eshiklarga qo'yilgan ko'rib turganingizdek dastaklar ham qadimiyligi bilan qadrli. Bu rasmning ko'rinishi asosan 18-19 asrlarni ko'rinishi bo'lsa-da, yangi 5-10 yillik kartinalarni o'z ichiga oladi. Albatta, Navoiy tarixi va madaniyati davlat muzeyi mintaqaning boy tarixi va madaniyatini saqlash, o'rganish va keng jamoatchilikka taqdim etishda muhim ahamiyatga ega. Muzey o'z ekspozitsiyalari orqali nafaqat Navoiy viloyati, balki butun O'zbekistonning boy madaniy merosini namoyish etadi. Qadimiy yodgorliklar, arxeologik topilmalar va milliy liboslar muzeyning muhim qismlaridan hisoblanadi. Keyingi bo'limimiz arxeologiya bo'limi deb ataladi. Aynan Navoiy viloyatidan, Zarafshon vohasi hududidan topilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan topilmalar joylashtirilgan. Bu vosita Navoiy viloyatining o'sha qadimiy milodiy yillardagi bir tarixini o'zida jamlagan. Albatta. Bu bo'limimizda 16-chi, 17-chi, hattoki 6-chi, 7-chi asrlarga xos eksponatlarimiz ham joylashtirilgan. Kelayotgan sayyohlarimiz, xorijiy sayyohlarimiz ham mana shu bo'limimizga qiziqishi ortmoqda. Biz arxeologiya bo'limimizni har yili 2 marta ekspozitsiyasini yangilashga harakat qilyapmizki, aynan Navoiy viloyatining chekka hududlaridan topilgan ashyolar, yaqin hududlardan topilgan ashyolar ham mana shu bo'limimizga joylashtirilmoqda. Siz ko'rib turgan mana bu ekspozitsiyamizda Uchquduq tumanidagi Jaraquduq tosh o'rmoni ekspozitsiyalari joylashtirilgan. Taxminan 95-100 million yil qadimda mana shu siz turgan hududda cho'lligi bo'lmaganligi, aksincha Tetiz dengizi bo'lganligi, Tetiz dengiziga meteoritlarning tushishi natijasida yashab turgan hayvonot hamda o'simlik olami toshga aylanib qolgan. Har bitta kelayotgan sayyohlarimiz mana shu ashyolarimiz haqiqatan toshmi deb shubhalanadilar, lekin juda ham og'ir o'sha aynan o'sha hududdan keltirilgan ashyolar hisoblanadi.
Muzeylar tarix tilsimoti, qadriyatlar beshigi. Muzeylarda o'z ishining ustalari, tarixiy va zamonaviy bilimlarni egallagan bilimdon mutaxassislar faoliyat olib boradi. Bu esa xalqimizning o'tmishga, tarix va madaniy merosga bo'lgan hurmat va ehtiromini yanada oshirishga, moddiy va ma'naviy boyliklarimizni ko'z qorachig'idek asrashga da'vat etuvchi yangi ijodiy imkoniyatlar eshiklarini ochib bermoqda. Ayollarimiz libosi bilan bir qatorda erkaklarimiz libosida ham juda ham salobatliligi bilan, o'zini bezaklari bilan, bejirimligi bilan ajralib turadi. Siz ko'rib turgan mana bu eksponat amaldorlar libosiga monand bo'lib zarli matodan tikilgan. Ikkala to'nni qo'yishimizga sabab oddiy xalq bilan amaldorlarning libosi o'rtasida farq bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, libos oldidagi bezaklari, matosi bilan farq qilgan. Qadimda erkaklarimiz basavlat, baquvvat bo'lishganki, hattoki amrimiz ham 7 qavat to'nlar kiyishgan. Bizda savol tug'iladi. Nima uchun 7 qavat to'n kiyilgan? Bugungi kunda ixcham, qomatga yopishib turadigan liboslar qadimda kiyilmagan. Chunki kengish bo'lgan kiyimlar terlash oldini olgan. Yoki oddiygina shu bolalarimiz do'ppilari, kulta po'shaklar, kalishchalar, har bitta kiyimni o'sha inson salomatligiga daxli bo'lgan, foydasi bo'lgan. Bizning viloyatimiz ko'p millatli aholidan iborat. O'sha rus, belarus, qozoq, qoraqalpoq, ko'p millatli vakillar. Aynan bizning viloyatimiz o'sha ko'proq qozoq, qoraqalpoq millati vakillari ko'pligi bo'lganligi bois ana shu ikkita burchagimizda qozoq, qoraqalpoq millatiga xos va mos bo'lgan liboslardan qo'yishga harakat qilganmiz. Savuqli ayollarimiz liboslari hamda qo'llarida taqib yurgan bilaguzuklardan namunalar qo'yilgan. Bilaguzuklar ham hattoki o'sha oddiy hol oila bilan boy xonadon ahlini taqinchoqlaridan ajralib turgan. Hattoki kiyimlardan ham ajralib turgan. Bu kelin bo'layotgan qizlarimizga qo'llarida bilaguzuk taqqanda o'sha ingichkaligiga qarab, yo'g'onligiga qarab ham uning farqi bo'lgan. To'y, hashamlarda kiyib yuradigan to'nlari. Yonda turgan esa o'tov maketi. Xorijiy sayyohlarimiz ko'proq mana shu dashtlarda, cho'lliklarda o'tovlarni ko'rishga harakat qilishadi. Biz aynan turli ko'rinishda kichik, o'rta, katta ko'rinishdagi o'tovlarni yaratganmizki, qora uy haqida tasavvurlari bo'lishi uchun. Muzey o'z faoliyati davomida bir necha bor rekonstruksiya qilingan va ekspozitsiyalar doimiy ravishda yangilab borilmoqda. Muzey fondida qadimgi xalqlarning turmush tarzi, ular turmushdagi buyumlar saqlanib kelinyapti. Masalan, qadimgi qurollar, xonadon buyumlari o'sha davr odamlari hayotidan ma'lumot beradi. Joriy yilda ushbu muzey eksponatlari yangilangani bu yerga tashrif buyuruvchilarga yanada kengroq, to'liqroq ma'lumotlar yetkazishga ham xizmat qilmoqda. Navoiy viloyatining tabiatini yoritib berish maqsadida muzeyimizda tabiat bo'limi tashkil etilgan va mana shu tabiatimizda uchraydigan barcha jonivorlar, qushlar, sudralib yuruvchi hayvonlarni tilimlaridan qo'yilgan. Siz bu yerda ko'rishingiz mumkin ilonlarni, tuyalarni hamda cho'l burgutlarini, bo'rini terisini yosh bolajonlar uchun juda ham qiziqarli hisoblanadi. Ushbu bo'lim viloyatning ekologik jihatini ham o'zida namoyon qilib keladigan bo'lim hisoblanadi. Ma'lumki, Navoiy viloyatimiz cho'l hududiga moslashgan hudud hisoblanadi. Shuning uchun ham cho'lda yuruvchi, sudralib yuruvchi hayvonlar, mana shu buyuk Ipak yo'li karvonida ota-bobolarimiz foydalanishgan tuya maketlari qo'yilgan. Har bir mana shu tashrif buyuruvchilar ushbu hayvonlar haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishadi va yanada tashriflar soni ortib bormoqda. Viloyatda amalga oshirilgan arxeologik qazishmalar natijalari sifatida topilgan buyumlar ham muzey ko'rgazmalaridan joy olgan. Bu topilmalar mintaqaning tarixiy rivojlanishini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Yildan yilga sayyohlarimiz tashrifi oshmoqda. Shu yil hisobida 10 mingga yaqin xorijiy sayyohlarimiz muzeyimizga tashrif buyurdi. Kelayotgan sayyohlarimizga har bitta ashyolarimizni oddiygina ko'rsatibgina qo'ymasdan, ko'rib turganingizdek, ekspozitsiyalarni, reekspozitsiyalar yaqindan, tabiiyligi jihatdan mana shu hududda xuddi shunday ashyolar arxeologik tadqiqotlar natijasida topiladi degan xulosalarga kelsin degan maqsadda yangilik yaratdik. Mana bu ashyolar
ko'rib turibsiz, sopol buyumlar. Bu Karmana tumanidagi Jaloyirdagi Burqittepa tepaligini ko'rinishi. Hattoki ahamiyat bering, o'sha topilgan sopollarimiz bilan birga o't o'lanlarimiz. Mana shu aynan Navoiy viloyatida uchraydigan o'simlik olamiga ham ahamiyat berganmiz. O'zimizning yantoqlarimiz, shuvoqlarimiz, hatto o'sha ilonlarimiz, hayvonot olami birato'la 3 ta yo'nalishni o'z ichiga olgan. Ammo keyingi yillarda muzeydagi eksponatlarni bir boyitish borasida qilinayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tsak. Muhtaram yurtboshimizning chiqargan qarorlari bilan 261-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida har bitta hududda viloyat muzey xodimlari targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishyaptiki, o'sha qarorga asosan milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi o'tkazilyapti. Bevosita biz turgan bo'lim ana shu o'sha aksiya doirasida yig'ilgan eksponatlar sanaladi. Albatta. Siz ko'rib turgan bo'lim tarix bo'limi deb ataladi. Mana shu tarix bo'limimizda ko'plab ashyolar, sopol buyumlar, mis buyumlar, hattoki o'sha kiyim-kechaklar yoki jangu jadallardagi vaziyatlarni aks ettiruvchi ashyolar o'z o'rniga joylashtirilgan. Mazkur maskanlarga tashrif buyurgan har qanday yoshdagi inson, u o'quvchi bo'ladimi yoki qaysidir soha vakili, ko'rgazmalar ularni o'zligini anglashga, o'tmishdan ibrat olib yashashga undaydi. Biz Karmana tumanidagi 2-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti doimiy ravishda Navoiy viloyatidagi muzey bilan hamkorlikda ishlarni olib boramiz. Ko'plab tadbirlar olib boramiz. Ochiq mashg'ulotlar tashkil etib, bolajonlarimizni doimiy ravishda muzeyga olib kelib, muzey bilan tanishtirib boramiz. Qadimiy eksponatlarimiz, ota-bobolarimizdan qolib kelgan yodgorliklarni bolajonlarimizga tanishtirib, ularni yanada vatanga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirib boramiz. Qadimiy eksponatlarimizni, ota-bobolarimiz ishlatgan ashyolar bilan tanishib, ularni ishlatilishini bolajonlarimiz qanchalik bilsalar, tarixni anglaydilar. Ko'p narsalarni ko'rdim. Ota-bobolarimiz shulardan foydalangan ekan. Menga mana adreslar, kalapushlar yoqdi, kiyimlar yoqdi, oyoq kiyimlar yoqdi. Juda xursand bo'ldim va bu haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Kiyimlarni, idishlarni ko'rdim, halkalarni ko'rdim. Bu safar oyim bilan kelaman. Yana ko'proq ma'lumotga ega bo'laman. Mahalliy xalqning milliy kiyimlari, qo'lda tayyorlangan buyumlar, xalq san'ati namunalari muzeyning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular orqali tashrif buyuruvchilar mahalliy aholini bu boradagi madaniyati bilan etnografiya bo'limida yaqinroq tanishadilar. Ko'rib turganingiz eksponatlaringiz gilam taroqlari hisoblanib, bugungi kunda chekka hududlarda, hattoki Nurota tumanimizning eng chekka hududlarida, qishloq joylarida ham mana shu uskunalardan keng foydalanilmoqda. Boshqa viloyatga borganimizda biz faxrlanib, mag'rurlanib aytadigan, viloyatimizni faxri bo'ladigan ayollarimizni hunari ana shu kashtachilik hunarini juda ham mohirona baholashadilar. Har bitta kashtaning o'zini shakli, shamoyili, ranglarida ma'lum bir mazmun mohiyat bor. Navoiy viloyati Buxoro bilan Samarqandni Buyuk Ipak yo'lida ham bog'lovchi ko'prik sifatida joylashgan. Har bitta hunarmand Xitoydan olib keladimi, boshqa davlatlardan o'z san'atini olib keladimi, aynan mana shu Navoiy viloyatida hunarmandchilik dastgohlarini o'rnatib, sir asrorlarini bizning hunarmandlarimiz bilan tajriba almashishgan. Har bitta ashyolarimizni ko'rsangiz, o'zini bezakligi, nozikligi bilan ham ma'lum bir mazmun mohiyat kasb etadi.
Ayniqsa o'sha xotin qizlarning hunarmandchiligi o'sha milliy liboslarimizni ham o'zini aksini topgan. Bevosita mana biz kirib kelgan o'sha mana muzeydagi bo'limda o'zbek milliy kiyimlari, urf-odatlari, aynan Navoiy viloyatiga xos bo'lgan kiyimlarni ham kuzatishimiz mumkin. Bularning tarixiga bir to'xtalib o'tsak. Aynan onajonlarimiz, buvajonlarimiz, qo'yingchi o'sha ota-bobolarimiz tomonidan ishlatilgan uy ro'zg'ori buyumlari, kiyim-kechaklar, asor-atiqalar mana shu bo'limimizdan joy olgan. Qarang, qanchalik chiroyli, qanchalik nafis. Onajonlarimiz tomonidan kiyilgan ko'ylaklar hamda ro'mollar, bosh kiyimlari. Yonda turgan esa jamalak. Jamalakning o'zi haqida soatlab gapirish mumkin. Chunki jamalakni taqilish tarixidan tortib, uni har bitta bezaklariga alohida to'xtalish mumkin. Foydali xususiyatlari ham talaygina. Qadimda tabiiy mahsulotlardan bezaklar yasatilgan. O'sha qalampir munchoqlar, jidalarning danaklari, ularning foydali xususiyatlari nafas tizimini yaxshilashda yordam bergan, asab tizimlarini tinchlantirgan, jida yaproqlaridan har bitta bezagini sog'lik uchun juda ham foydasi bo'lgan. Bugungi kunda ham mana shu milliy liboslarimizga bo'lgan qiziqish ko'proq ortib bormoqda. Bugungi kunda tibbiyot xodimlarining aytishiga qaraganda, mana shu tut daraxtidan ishlangan taroqlar nafaqat soch taraydi, balkim boshdagi qon bosimini oshirmaslikka, tushirishga, asab tizimlarini yaxshilashga, boshdagi qon tomirlarini aylanishda, mutadilligini saqlab qolishda juda ham foydasi qadrli ekan. Shuningdek, muzey mintaqada turizm infrastrukturasini rivojlantirishda ham muhim omil hisoblanadi. Muzey sayyohlarga viloyatning tarixiy va madaniy salohiyatini namoyish etadi. Ularni mahalliy an'analar va urf-odatlar bilan yaqinroq tanishtiradi. Viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyining yana bir filiali 2021-yil Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida ish boshladi. Bu yerda ham mintaqa tarixini o'zida jamlagan ko'pgina ko'rgazmalar jamlangan. Ushbu ko'rgazma zalida asosan 10-13 asrga tegishli eksponatlar ham mavjud hamda 19-20 asrga tegishli bo'lgan eksponatlar ham mavjud. Shu yerda joy olgan gilamlarimiz Eron gilamlari, bular noyob gilamlar hisoblanadi. Hamda mana shu bo'limga Nurota kashtachiligiga mansub bo'lgan kashtalarimiz ham mavjud. Shu Nurota kashtachiligi Surxondaryo vohasidan hamda vodiy tomonidan ajratib turilishi, o'ziga xos naqshlari, tikilishi hamda uslubi bilan farq qiladi. Bu har bir kelayotgan tashrifchilarga aynan Nurota kashtachiligi juda ham qiziq. Chunki uni yaratilish tarixiga hamda mana shu tikilish jarayonlariga juda ham qiziqishadi. Ushbu dastgohimiz 20-asrga tegishli bo'lib, asosan ayollarimiz tomonidan ishlatilgan. Gilam to'qish jarayonida ishlatilgan bo'lib, bu taroq sifatida gilamni zich to'qilishiga yordam bergan. Bu ham ip yigirishda, asosan qo'y, echki junlarini ip yigirishda ishlatilgan hamda mana shu gilam to'qishda ham bevosita bu dastgoh sifatida ishlatilgan. Shu bizning viloyatimiz chorvachilikka ixtisoslashtirilgan bo'lganligi sababli mana shu buyumdan ayollarimiz ip yigirishda, junni qayta ishlov berishda ishlatilgan. Albatta, necha yuz yillardan buyon insoniyatni o'ziga rom etib kelayotgan bu kabi ko'hna merosimiz buyuk tarix, beqiyos madaniyat va ma'naviyat xalqimizning yuksak yaratuvchanlik salohiyatidan hikoya qiladi. Muzeydagi har bir bo'limda ana shunday nodir ashyolarni uchratish mumkin. Bu ashyolarimizni saqlanishi, asrab-avaylanishi va kelajak avlodga bus-butun asrab yetkazilishi ustida bir qancha samarali ishlar tashkil etilmoqdaki, mana shu nafaqat fonddagi ashyolarni saqlanishi, balki har bir bo'limlarda, har bir zallarda saqlanayotgan, ekspozitsiyaga qo'yilayotgan ashyolarimizni o'z o'rnida saqlanish holatlariga ahamiyat berib borilmoqda. Bugungi kunda viloyat muzeyimizda 10 ta bo'lim mavjud bo'lsa-da, lekin ayrimlarini 8 ta, 7 ta bo'limlarimizni ekspozitsiyalarga qisman olib chiqishga harakat qilganmiz. Vaqti bilan, davriyligi bilan har bitta ashyomiz o'z o'rnini yangilariga bo'shatib beradi. Siz turgan mana bu muzeyimizda ham 2025-yilning o'quv yili
arafasida sentyabr oyida qaytadan ekspozitsiyalarimiz yangilandi. Bunda oldin muzeyimiz zallarida mavjud bo'lmagan numizmatika bo'limimiz yangitdan joylashtirildi. Shuningdek, xalq amaliy san'ati durdonalaridan ko'plab namunalar ekspozitsiyamizga qo'yildi. Aytib o'tishim kerakki, muzeyda joylashgan har bitta ashyo o'sha har bitta tashrif buyuruvchini bir qadam bo'lsa ham o'tmishga sayohat qildiradi. O'tmishga sayohat qilgan har bir inson bugungi kunga shukur, mehr, muhabbat tuyg'ularini yuragida shakllantiradi. Albatta, bu kabi bebaho ma'naviy merosimiz bor ekan, butun millat, butun xalq abadiylikka muhrlanadi. Bu kabi nodir merosimiz, muzeylardagi eksponatlar asrlar osha jannatmonand diyor bag'rida umr guzaronlik qilayotgan odamlarning madaniy turmush tarzi, ezgu o'y qarashlarini ifoda etib kelayotgani quvonarlidir.